Xullas, birinchi shartimiz penalti. Har bitta odam ikkita tepada gol bo'lsa bo'lmasa. Kim birinchi boshlash uchun donoziga o'ynaysizlar. Birgacha. Bor. Zum sekin. Men bartaraf turaman, yaxshi. Ikkinchi udar. Gol! Ikkinchi gol! Nasriddin tomonidan Mittimiga yuborildi va Mittimi ikkinchi golni ham ayta olmadi. Juda yaqin ekan. Hozircha 2-0. Lekin xursand bo'lishga hali vaqtli, chunki hisob 2-2. Ikkinchi shartimiz bo'lsa darvozabonni aldab gol urish, ya'ni 1-1. Bu shartni ham birinchi bo'lib Nasriddinov boshlaydi. Pechati kerakmi? Ko'chdingmi? Bu bolaga pechat yetkazib yutaman bu bolani.